Vokzal, Zolotoy etajdan kadastri o'q 105 kvadrat kadastrda yozilgan. Papoli hisoblasangiz 118 kvadratlik mana shu xonamiz srochni sotuvga chiqyapti. Narxi 105 ming, sразу aytaman. Mana shu zalni o'zi kamida 30 kvadrat, 32 kvadrat mana shu bir xonali kvartirani o'zi. Mana shu kattagina zal birinchi kuxnidan boshlaymiz. Afarida hamma narsasi nima ko'rasiz, hammasi turadi. Mana shu kuxni balkonga chiqarishgan, mana shu balkon kadastrga kirmagan. Mana shu uchun bu yer 118 kvadrat chiqadi. Kadastr bo'yicha 105 kvadrat. Hamma sharoiti bor, terrazasi bor, o'tirib yeydigan joyi bor. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani ko'rsataman, keyin bolalar uchun yotoqxonani ko'rsataman. Mana shu koridorning o'zi ham xodim juda ham katta, mana shahrodan shu yerga kelgan. Tashqari taraf eshikdan kirganda o'ng qo'limizda garderob, lyustralarni vaqti zo'ridan qo'ygan. Ana endi kattalar uchun yotoqxonani ko'rsatamiz. Hamma mebel, texnika, hamma garderob, shkaf, termozon, hamma sharoiti bor. Har bitta xonasiga terrazasi bor, bez bloqoy, konditsioner, televizor, hamma sharoit bor. Ana endi bolalar uchun yotoqxona. Bilasizlar, Novostroykada bitta detskisiga gloqoy tushadi. Bunda gloqoy yo'q. Ikkita divancha qo'ygan, ortopedический matras, mana shu garderob, shkaf ham bor. Ana endi yana bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Garderob, shkaf, razdельный, mana bu nimasi bo'ladi? Bu akamizga pul so'rashni zararligi uchun oyoqdagi topli pol bo'lgan, do'xtirning katta bor. Alohida vannasi, mana bu alohida unitazi bo'ladi, juda ham kattagina joy. Kimga qiziq bo'lsa, vokzal territoriyasidan 105 kvadrat, narxi ham 105 ming, yana ozgina savdosi ham bor. Ketdik operator.